ozgina zina qilib oyoq qizdirib olamiz. 5 minut yetadi. Maqsad yaqin. O'sha maqsadga yetishga bo'lgan o'sha nima desam bo'ladi? Yo'l og'ir. Juda og'ir. Masalan, bodybuilder sifatida aytaman. Mana Mr. Olimpiyadagi bolalarga juda qiyin. Juda oson narsa emas. Juda qiyin narsa. Eplash juda qiyin. Ko'p narsadan voz kechasiz. Ko'p qiyinchiliklardan bosib o'tish kerak. Hammada ham qiyinchiligi bor, hamma sportda ham. Bodybuilding ham juda qiyin. Bir paytlar charchab ham ketaman. Bor edi. Bir hafta dam olaman. O'sha bir hafta dam olganim keyin afsuslanaman. Chunki o'sha bir haftada ham ko'p natija qilsa, o'sha ko'p narsaga eritsa bo'ladi. Shu bir hafta ham muhim. Chunki bir hafta trenirovka qoldirsangiz, bir hafta orqada qolmaysiz-da. O'sha go'sht qaytadi, boshqa bo'ladi. 15 kun orqaga qaytib ketadi odam. Bir haftada. Shuning uchun iloji boricha maqsad qo'yib to'xtamash kerak. Bosish kerak. Qiyin lekin. Albatta turni to'rtpatxot brus ishlab olaman. Nasatga almashtirib 2 patxot kattada, 1 patxot узкий, обратки. O? Hadi neçili anaqa mehnat turibdi. Merdami? Ha. 8 yil bo'lgan. O'z boshlaganimga 11 yil bo'ldi, lekin bir orada 2 yil to'xtatish bo'lgan. Bunday hisoblasa 7-8 yil bo'lgan. Hozirgi bilimim bilan agar 0 dan bitta odamni 2-3 yilda shnaqsa bo'ladi. 3 yilda? 3 yilda zo'r bo'ladi. Hozir bilan. İşim o'zi ham deb qarasa trenirovka. Chunki ertadan kechgacha qancha odam shug'ullantiraman, ko'rsataman, tirajashlayman, yurdim, bordim, keldim. Kechga bor charchayman. Charchaganman juda. Uyqum kelib ketdi. Noyoshda olmasak bo'lmaydi. Jizzaxda to'y bor. Shanba kuni o'rtog'im uylanyapti. O'shanga bugun oyoq ishlasam, ertadan keyin payshanba jumaga glut biceps, spina triceps bosib olaman. Zo'r pamp bo'ladi. To'yga chiroyli boramiz. Tak 2 marta obratga uramiz endi. Mana bundan uramiz.
zo'r. Так. Birinchi упреждениеga разгибание. Uramiz. Ketdi. Yaxshi. Ikram juda qolib ketyapti. Ikram ustasini qiyin bo'lyapti. Judayam. Cho'tga qo'stirib olamiz. Musobaqagacha, xudo xohlasa. Yaxshi. Cho'tki. Shunaqa. Приседание ishlaymiz. Ketdi. Hadi bakalım. Ko'pchilik istoriyalarda nimalardir turkcha gapirib olaman. Chunki Turkiyada 5 yil yashaganman. 4-5 yil. O'shanga turkcha ham 5 yil bir joyda yashaysiz o'zi. Ona tilingizda o'rganib ketasiz bu bo'y tilni. Turkcha ham menga xuddi shunday. Orada turkcha qo'shib yuboraman gaplarga. Turkiya ham zo'r. Menga yoqadi. Zo'r davlat, chiroyli. Amerikaga ham bordim, sizlarga aytaman, bilmayman. Turkiya nima desam bo'ladi. Qanaqadir Amerikada yangi shaharlar, zo'r zdaniyalarni ko'rasiz. Turkiyada eski bo'lsa ham qanaqadir bir neobычный o'ziga tortadigan joylari bor. Yerlar, ko'chada yerlar toshdan terilgan, qanaqadir nimagadir o'xshaydi, qanaqadir chiroyli shahar. Turkiya yoqadi menga. Maslahat beraman Turkiya aylanishga borishinglarni yoki yashashga borishinglarni. Lekin ekonomikasi ham o'tirib qoldi. Tak, Turkiyada ham zo'r zallar bor. Menga yoqadi. Zalga ham turklar kelib turadi. Bu yoqqa orada sirada turkcha gaplashib qolishadi. Keyin nimalarni tushunmay turgan bo'lsa, turkcha gapirib kelib qolsam, xursand bo'lib qoladi. Bor ekan turkcha biladigan deb. O'zimizda ham shunday chetga borganingizda bitta o'zbekcha gapirsa xursand bo'lasiz, bu odam shunday. Menga yoqadi, bilmayman kimga qanday 5 yil yashaganman. Turkiyaning odamlari ham yoqadi. Ko'plar o'zbeklar. Men turklarni har xil gaplar gapirishadi, boshqa qilishadi. Odam o'ziga javob berish kerak. Hamma bitta emas-da. Kimdir xato qilgan bo'lsa, kimdir nima bo'lgan bo'lsa, hammani shunaqa o'ylash kerak emas. Zo'r odamlari zo'r. Qalbi toza odamlari ko'p. Qalbdan gapiradi, faqat pul uchun, ishingiz bitsaga emas, ba'zi bir odamlarga o'xshab, faqat foydangiz bo'lsa, oldingizda keyin yo'q qolib unaqa odamlar emas. Turkiyada chunki menga ko'p odamlar yordam bergan. Ko'p turklar menga yordam qo'lini cho'zgan vaqtida zo'r. Poddeska qilishadi. Endi hozir ko'pchilik turklar yomon ko'radi, begonalarni yomon ko'radi. Bizda ham shunday, mana xitoyliklar kirib ketsa yomon ko'rishib qolsa, shunaqa. Chunki Turkiyaga o'zbek anaqalarni juda yomon ko'rishadi. Nima edi bu? Turkiyada ko'p bu anaqa. Qayerda? Suriyaliklar. Suriyaliklar ko'p ishkal qilib, ko'p bizg'ishlar qilib, shuning uchun ham ekonomikasi o'tirib qolganda ham
ko'p arablar ko'p joylarni sotib oldi, boshqa qildi. Shunchadan begonalarni hozir yomon ko'rib qolgan ular. Hammasi emas, ko'pi yomon ko'radi. Chunki begonalar kirib keldi, begonalikamiz buzildi, yashashimiz qiyinlashdi deydi-da, shunaqa o'ylaydi. Oyog'imdan musobaqada sushkada ozgina travma olganman. Shuncha hozir mumkin emas. Tiklanish oydaman. Oyoqqa og'ir ko'tarmayman. Meshni emasdan ushlab turish uchun og'ir ham shart emas, chiroyli mazza qilib ishlaydigan vesingiz bo'lsa, o'shan o'zi ham oyoq o'zgarishiga yetadi. Og'ir ishlasangiz tezroq rezultat bo'ladi. Yengil ishlasangiz ham rezultat bo'lmaydi emas. Bo'veradi. Shuning uchun oyoqda avaylab ozgina oyoq tiklanib olishini anaqa qilishim kerak, nazorat qilishim kerak. Shunaqa. Zigibani ishlab olamiz. Ketdi. Xafa bo'lmanglar, lekin aytaman. Oyoqda eng yomon ko'rgan trenajorim shu. Oyoq orqasi juda ham og'irlik keladi menga. Chunki oyoq orqasi kam harakatda bo'lgan, muskul bo'lgani uchun trenajorda ishlaganingizda og'riqni boshqa missalarga qaraganda ham yoqimsiz, ham ko'proq his qilasiz. Shuni hisobiga shu trenajor juda yoqmaydi. Buni ishlash kerak. Yoshligimda lekin 6-7 podxotlab ishlab tashardim. 20-18 yoshlarimda. Endi hozir zalda yurganim uchunmi yoki ko'p yoshligimga qaraganda ko'proq og'ir ko'targanim uchunmi qiynaydi. Hozir oyoq operatsiyalari juda qiynaydi. Oyoq kuni bo'lsa, oyoq kunini eslasam bir deb olaman ichimda. Buni ishlash kerak. Og'riqsiz natija bo'lmaydi. Yaxshi. Vipib turgan joyimizda ishlaveramiz. Dars qo'ydik, ketdik. Vipib oyoqni qiynaydigan упражнение, no. Eng rezultatda ham oyoq chiroyli qiladigan упражнение vipib bo'ladi.
Yes. Oxirgi bitta ikra qo'shib yuboramiz. Ketdik. Golden ikra bosib yuboramiz. Tak. Ko'pchilikda bu trenajyor yo'q. Sizlarga ikraga eng zo'r beradigan bitta oddiy usul ko'rsataman. Ketdik. Tak, Smith trenajyor hamma zalda bor. Tak, Smith trenajyorida oyog'ini orqaga mana uklon tashib turib olasizlar. Ketdik. Raz oldik, ketdik. Go'dani oldiga tashlaymiz. Ketdi, ishlaymiz. Eng zo'r beradigan упражнение mana shu bo'ladi. Hammaga tavsiya beraman. Bas, ketdik. Ikra ko'p harakatda bo'ladigan missiya. O'stirish uchun через день agar zo'r pitaniyada zo'r ko'rsatsangiz har kun ishlasanglar ham bo'ladi, bo'lmasa через день ishlasanglar ham ikra o'saveradi, chunki shunaqa o'sishga moslangan xarakterdagi missiya bo'ladi. Bolalar, shu bilan bugungi oyoq trenirovkamiz tugadi. Foydali bo'lgan bo'lsa like bosib, YouTube'imga, Instagramga podpiska qilib qo'yinglar. Keyingi trenirovkalarda ko'rishguncha.